to'xtang. Hozir odamlardan shu naborimizni narxini so'raymiz. Topganlarga xuddi shu naborimizni sovg'a qilib beramiz. Mumkinmi? Agar shu naborimizni narxini topsangiz, sizga shu sovg'a qilamiz. Bilmadim. Taxminan aytib ko'ring. 250. Yo, noto'g'ri. Assalomu alaykum. Shu naborimizni necha pul deb o'ylaysiz? Taxminan. Yo, adashdingiz. O'zini olib qochib ketdilar. Assalomu alaykum. Shu naborimizni narxi necha pul deb o'ylaysiz? Taxminan. O'zimiz ham ishlatamiz. Ha? 400 ming bo'lsa kerak. Shu to'rttalik nabormi? Yo, 500 ming. Yo'q. Uni bera qoling. Uyat emasmi yoshingizni qarang uyat Osmi? Kelinglar bormi? Shu naborimizni narxini topsangiz, shuni sizga sovg'a qilamiz. qaramang nima deb o'ylayapsiz kim deb o'ylayapsiz mani Oxir shu naborni o'zim olib ketaman, ishonib o'ylang. Yo'q. 210 ming? Yo, noto'g'ri. Naborimizni necha pul deb o'ylaysiz? Endi taxmin qilib ko'ring. Assalomu alaykum. Shu naborimizni necha pul deb o'ylaysiz? Taxminan. 180. To'g'ri topdingiz, to'xtang. To'g'ri topganga sovg'amiz bor edi. Xuddi shu naborimizni Glovi do'konida to'g'ri topganingiz uchun narxini sizga berib yuboramiz. Mana bu to'g'ri topganingiz uchun sovg'amiz. Glovi do'konimizga obuna bo'lib qo'ying. Rahmat sizlarga ham. Rahmat. Rojiylarni bersin. Rahmat. Ay, ana ko'rdinglarmi, o'rtoqlar sovg'amizni ham topshirib oldik. Go'zallik haqida barchasi endi Glovida.